Tasavvur qiling, bir hayvon bor. U butun umr bola holatida yashaydi. Ha, bu hazil emas. Uning nomi akselotl. Bu mavjudot Meksikadagi qorong'u ko'llarda yashaydi va eng dahshatlisi, uni qo'li uzilib ketsa, yana qayta o'sadi. Faqat qo'li emas, miyasi, yuragi, hatto orqa miyasi ham qayta tiklanishi mumkin. Olimlar haligacha bunga ishonmaydi. Shuning uchun aksolotlni o'lmas hayvon deb atashadi. Lekin yana bir sir bor. Aksolotl hech qachon to'liq katta bo'lmaydi. U umrining oxirigacha bola salamandra ko'rinishda qoladi. Bu esa tabiatning eng noodatiy hodisalaridan biri. Afsuski, bugungi kunda aksolotllar juda kamayib ketgan. Sababi iflos suv, urbanizatsiya va noqonuniy ov. Hozir ular yo'qolib ketish xavfi ostida va balki kelajakda inson tanasi tiklanish texnologiyasi aynan shu hayvon orqali yaratilishi mumkin. Siz bunday hayvon borligini bilarmidingiz? Kommentariyaga yozib va ZipCoX kanaliga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang. Tabiat hali ham inson tushuntira olmaydigan mo'jizalarga to'la. Bu hali boshlanishi. Oldinda sizni yanada sirli mavjudotlar, texnologiyalar va dunyoning eng yashirin faktlari kutmoqda. ZipCoX bilan qoling.